Mana shu joyning o'zida muammosi bor. Range Rover rosa hozir trend bo'lib turibdi. Qaranglar, O'zbekistonga olib ketsa bo'ladigan variantik, ha. 2025-yil. Xo'p, qancha? 5940 mil yurgan ekan, 3 litrli motorda turibdi va yana nima ma'lumotini beray. 288.500 dirham, ya'ni 70 ming, 75 ming dollar atrofida mashina hozirgi kunda auksionda boshlanish narxi turibdi. Xo'p. Airbag chap tomonniki otka, salonning ichlari lekin normalniy turibdi. Oq salon ekan. Ana kecha ko'pchilikka Range Rover tanlashibdi-da, mana orqa tomonlari. Yana bitta joyini ko'rsataman sizlarga. Orqa krilosini mana shu joyida muammosi bor ekan. Xullas, mabodo qiziqqanlar bo'lsa, bosib o'ramiz, nima deysizlar? Bitta krilo, bitta mana shu bamper bilan masalasini yetsa bo'ladi. Range Rover.